إلهنا مآد لك ملك كل من ملك. Biz Yevropa davlatlaridan birida yashaymiz. Bu yerlarda masjidlar oz. Agar shiyalarning masjidiga duch kelib qolinsa, zaruratdan ularning masjidida namoz o'qisa joizmi? Bismillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Va ba'd, o'zi aslida bu yerda hozir shiyalarni masjidda namoz o'qish deganda ikki xil holati bor-da. Bittasi shiyalarni orqasidan iqtido qilib o'qish. Bunday holatda bu to'g'ri emas. Ya'ni iqtido qilib o'qib bo'lmaydi, chunki ularni toifalari juda ham ko'p va aksar toifasi bularniki o'sha bid'atchi, o'sha bid'ati mukaffir bo'lgan, dindan chiqarib yuboradigan bid'atlarni qiladigan toifa bular. Juda ko'p. Ularda ichida ahli sunnaga yaqinroqlari ham bor. Ba'zi birlar aytadi, men Zaydiylar toifasi yaqinroq deydi, lekin uzoqlari juda ham ko'p. O'shanday bo'lgandan keyin ularni orqasidan iqtido qilib namoz o'qishni ulamolar qaytaradi. Iqtido qilib namoz o'qib bo'lmaydi. Ammo masjidga kirishda masalasi, kirib masalan namoz o'qib o'zingizcha namoz o'qib chiqib ketsangiz, yeridan, joyidan, masjiddan foydalangan bo'lib, bu narsa ruxsat narsa. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, ju'ilat liyal ardu masjidan va tahura. Menga yer masjid va tahur qilindi, poklovchi narsa qilindi deganlar. Demak, yer masjid qilindi degandan keyin yerni qaysi joyda o'qisangiz ham bo'laveradi, modomiki qaytarilgan joylar bo'lmasa, masalan, hammomda namoz o'qishdan qaytarilgan, maqbarada namoz o'qishdan qaytarilgan, bulardan qaytarilgan. Najosat joylari bo'lmasa, demak namoz o'qisa bo'laveradi boshqa joylarda. Shu jumladan kanisada namoz o'qish masalasini ham ulamolar aytishadiki, kanisada ham namoz o'qisa bo'ladi. Kanisada ham agar oldida o'sha soliblar, kres va suratlari bo'lmasa qibla tarafida, kanisaga namoz o'qishga to'g'ri kelib qolsa o'qisa bo'ladi. Sahobalar o'qigan. Umar roziyallohu anhuning xilofat davrida nima kanisa sohiblari mehmonga chaqirgan. Shunda Umar roziyallohu anhu bormaganlarda Alini jo'natganlar bir jamoat bilan. Ali roziyallohu anhu borib o'sha yerda o'tirib gaplashganlar, ovqat yegan yerda. Undan keyin namoz vaqti bo'lib qolganda turib o'sha yerda jamoat o'zlari namoz o'qigan kanisaning ichida. Demak, bu kanisa ham agarda oldida solib kiresi bo'lmasa, boshqa bo'lmasa, yer o'laroq, ya'ni pok joy hisoblanadi, namoz o'qisa bo'laveradi. Bu nimalardiki, shiyalardiki undan ko'ra, ya'ni ham bir tozaroq, yaxshiroq joy deyiladi bunday olganda. Lekin ularda o'sha toifasi ko'p bo'ladi. Ba'zilari masjidning ichini suratxona qilib tashlagan. Kirsangiz, suratlar olib tashlagan masjidning ichiga to'ldirib. Qibla tarafingizda ham suratlar bo'ladi. Mana shunaqa holatlarda imkon boricha u yerga kirib namoz o'qimas kerak. O'zingiz o'qisangiz ham agar. Hatto o'zingiz o'qisangiz ham kirmasligi. Chunki bu kirishda birinchidan oldingizda suratlar bo'lib qolish ehtimoli bor. Bu bir. Ikkinchidan sizni ko'rgan odam shiyalarning masjiddan chiqishingizni ko'rgan musulmon odam, bu ham bir shiyalardan bir nimasi bor ekan deydi. Keyin o'sha shiyalarning jamoatini ko'paytirish bo'ladi. Mana shunga o'xshagan narsalar bo'ladi. Shuning uchun ham imkon bo'lsa agar shu yerga bormagan ma'qul. Agarda majbur bo'lib qolsangiz, yomg'ir bo'lib boshqa bo'lib joy topish, namoz o'qishga joy bo'lmay qolsa, juda zarur bo'lib qolsa, oldida suratlari bo'lmasa, kirib o'zingiz iqtido qilmasdan namoz o'qib chiqib ketishingizda zarar bo'lmaydi. Vallohu alam. لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام